Bugun bitta onajon mendan so'radilar. 3 yoshli farzandim bor, juda ham qaysar, yig'loqqa etganini qildiradi. Shunaqa jonimni chiqaryapti. Ursang ham ta'sir qilmaydi dedilar. Oyijonisi dedim, sizni yozuvingizdan 18 yoshli bolaga bo'lgan talablarni eshityapman dedim. 3 yoshli bola nima xohlaydi? Dunyoni o'rganishi, tushunishi, onasi bilan birgalikda o'sishi, rivojlanishi. Unda ya konsepsiya, ya'ni endi men kimman, shaxsiy chegaralar, shaxs sifatida separatsiya bo'lish etaplari sekin-sekin shakllanishi boshlayapti. Ya'ni bolani psixikasida eng katta krizis davri yashab o'tilyapti. U injiq bo'lishi, qaysar bo'lishi, men buni xohlamayman, men buni xohlayman deb aytishi bu sog'lomligidan darak. Shuning uchun oyijonisi 3 yoshli farzandingiz qaysarlik qilsa, demak alhamdulillah deyish kerak.